dunyoda ham o'zi mashhur, O'zbekistonda ham mashhur bo'lishi kutilayotgan 3 xil sort. Hozir ko'rasizlar, mevalarni qo'yamiz. Qattiqlik tomondan yaxshi. Endi boshqa sortlarga qaraganda mashinalar ham yaxshi, xudo xolasa. Endi o'sha to'g'rilanmagan tupi o'sha mevasi ham kechikadi. Ham narxida ham past bo'ladi. Har tomonlama yutkazadi. O'zimizning mahalliy chereshniy qora gilosda ulangan gilos bilan buni ukosini mevasini uzib ko'rganda bilganman, 3-4 kalibrgacha farq qiladi. Balovoy bog'lari bor. Yo shu yil meva qilib qoladi, shu yil yaxshi bo'ladi deb kutishadi, meva qilishmaydi. Arianaga qaraganda jicha kalibr yiriroq chiqadi. O'zi haqiqatda ham shunaqa ekan. Arianada 30, Lorensda 32 dan baland beradi. 32-34 bo'lib ketyapti Lorens. Arianani o'zini ekib qo'ysa, hosildorlik ko'p ushlab olishi mumkin. Eksportyor qiynaladi. Gilos o'sha kalibr chiqib bera olmaydi-da, o'shani hisobiga. Assalomu alaykum. Nurson tol ko'chatchilik xo'jaligining qadrli kuzatuvchilari. Hozir Toshkentdamiz. Bu yerda 4-5 gektar atrofidagi gilos bog'imiz 3 xil sortimiz ekilgan. Bilasizlar, hozir dunyoda ham o'zi mashhur, O'zbekistonda ham mashhur bo'lishi kutilayotgan 3 xil sort Sweet Ariana, Sweet Lawrence, Sweet Gabriel sortlari ekilgan ekan. Hozir ko'rasizlar, mevalarni qo'yamiz. Sweetlar bilasizlar juda mashhur hisoblanadi. Nimaga desangizlar, bularda kalibr, ta'm, qattiqlik, ya'ni vid jihatdan ham o'z ustunligi bor. O'shaning uchun ham dunyoda o'zini top darajasini yo'qotmasdan kelyapti. Eksportda ham, boshqada ham. Yaqinda ham eksportyor akalarimiz bilan gaplashganimizda, Sweet Ariana umuman sweet sortlari olasiga kiradigan gilosda qattiqlik jihatdan ularga juda ma'qul kelyapti ekan. Chunki uzilgandan keyin saqlanish jarayoni, ya'ni turish jarayoni deydi, yumshamasligi ko'proq muddatga cho'zilyapti ekan. Hozir ham vodiydan eng zo'r akalarimizdan eksport bo'yicha, shu gilos bo'yicha broker desak bo'ladi, Zokijon aka, yo eksportyor. Zokijon aka eksportyor akalarimizdan hozir bir fikrlarni eshitsak, giloslar bo'yicha qanaqa sifat, qanaqa gilosdagi talab kuchli, agar giloslarni mana bog'bon akalarimiz qanaqa yetishtirsa, Zokijon aka ham qimmatroq oladi. O'shalar masalasi bo'yicha gaplashsak. Zokijon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzimchilar, charchamang. Rahmat aka. Endi mana xudo xolasa, mana shu Sweet Ariana, Sweet Lawrence bular ikkalasi birga joylanyapti. Hozir mana shu bog'damiz. Endi ko'chatda kelganda mana shu haqiqatan ham mazasi ham shirin. Boshqa giloslarga qaraganda. Sifati ham, endi chidamligi ham yaxshi, xudo xolasa. Qattiqlik tomondan yaxshi. Endi boshqa sortlarga qaraganda mashinalar ham yaxshi, xudo xolasa. Xudo nima qiladi mashinalar. Bilan o'tgan yillar ham vaqt ko'rganmiz Zokijon aka. O'tgan yili To'rqo'rg'ondan oluvdik. Namanganning To'rqo'rg'onidan. Qo'shtepadan oluvdik. Andijondan olganmiz. Uyaltirmaydi mana shu giloslar, xudo xolasa. Bu yoqqa borib saqlanishi haqiqatda shu aytilganidekmi, turishlari, boshqa turishlari saqlab, xolodilnikga olib kirib turib, nima qilsa ham chidamligi yaxshi, bandi ham yaxshi. Qanaqa vaziyatlarda narxi sal tushishi mumkin? Narx tushib ketishi sababi endi dehqonning o'ziga bog'liq. Bu mevani mutaxassislar bilan maslahatlashib, abreskasida, ya'ni tog'alashida nima qilsa, xudo xolasa, yaxshi pullarga sotsa o'ylagan rejasi bo'ladi. 2025-yil 15-may Namangandamiz. Giant Red, bilasizlar, o'ta yirik, qattiqligi zo'r, kalibr jihatdan gap bo'lishi mumkin emas. Holatini hozir kalibrlarni o'lchab ko'ramiz. Mana bu 30 bor. 30 bor ekan. Hozir bittasini uzaman. Ko'rasizlar. 30. Giant Redda kalibr 30. Ko'pchilik xavotir oladi. Giant Redda ikkitalik bo'lib qoladi, boshqa bo'ladi, u bo'ladi. Lekin mana bog'imizni hozir ko'rib chiqyapmiz. Ikkitalik holatlari deyarli yo'q. Kalibrlari, qattiqligi вообще zo'r. Qarang, shunchalik katta gilos, qattiqligi zo'r, bandi ham yomon emas, uzunligi Giant Red. Zo'r gilos. Hammaga tavsiya qilamiz. Yangi bog' qilaman degan akalarimiz uchun albatta Giant Reddan bog' qilishni o'ylab ko'ringlar. Saqiroq regionda bo'lsa juda yaxshi. Lekin mana Namanganda hozir zo'r holatlari yana ko'rsatishingiz mumkin. Kalibrlarni ko'ringlar. Juda chiroyli. O'ta yirik. Ikkinchi Giant Redni ichini ham ochib ko'rsatamiz. Juda ham qattiq. Suvliligiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana ichini ko'rishingiz mumkin. Haqiqatda suvli.
Tushunarli aka. Hozir ko'pchilik masalan o'zimizda ham Shuhrat akam, Shuhrat Abrorov ustozimizni kanallarini kuzatadilar ko'pchilik. Toqalash, ya'ni siraklashtirish qilsak, ko'pchilik kommentariyalarda yozadilar. Mevani uvol qilyapsan, boshqa qilyapsan, u qilyapsan. Endi o'sha mevani oddiy misol mana shu gilos o'sha bitta shoxda masalan 30 dona bo'lsa-yu, to'qlanmaganda 40 ta deylik-a. O'sha kiloni o'sha beraveradi. Faqat eksportga narxi baland bo'ladi, ham kilosi o'sha kilo chiqaveradi, hech qanaqa yutkazmaydi. Sinab ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, ikkita kilosi bo'lsa, bitta tupini to'qlamasin, bitta tupini to'qlasin. Endi o'sha to'qlanmagan tupi o'sha mevasi ham kechikadi. Ham narxida ham past bo'ladi. Har tomonlama yutkazadi. Yana bitta tomonni ham hisobga olish kerak deb o'ylayman. Bilasiz, bizda baribir klon podvoy deydi. Maksimum to'r, XL'lar bor, Krimskiy 6lar. Baribir klon podvoylar kuchli bo'ladi. Kuchli baribir popugildiz bo'lganligi hisobiga. Qora gilosga qaraganda, mana qora gilosga o'zimizning mahalliy chereshniy qora gilosda ulangan gilos bilan buni ukosini mevasini uzib ko'rganda bilganman. 3-4 kalibrgacha farq qiladi. Farq qiladi. Ya'ni baglarida ham har tomonlama ortiq. Tanasi ham mevani boqishi ham o'zi daraxtni boqib berishi ham yaxshi. Kiloni maksimum to'r ham zo'r, veselikka ham. Buni aytayotganim aka, bizda ya'ni oldingi baribir katta qismi, gilosdan katta qismi baribir vishnada, qora gilosda, qora gilosda. Ularda ko'p meva qo'yib yuborishadi. U nima desam, kuch yetmaydi-da, baribir uni hammasini yiriklashtirib, hammasini aytganingizdek vaqtida pishirib, boshqa qilishga kuch yetmaydi. O'shaning uchun baribir aytganingizdek, siraklashtirish juda muhim. Endi qattiqligi baribir iloji boricha shu sinalgan eksperimentdan o'tgan sortlarni ekishgani yaxshi. Qattiqligi haqiqatda Svitariyani eksportga zo'r ketadi. O'shaning uchun ham aka hozir juda talab kuchli. Ariyanaga bizda ham Norchontor ko'chatchilik xo'jaligidan ham ko'p so'rashadi. Iloji boricha Zokirjon aka biz aytamiz, ertaroqdan reja qilish kerak deb aytamiz. Mana masalan siz bog'ingiz bor, ko'pchilik akalarimiz o'tgan yildan 2-3 yildan beri gaplashib kelyapmiz Zokirjon aka, valavoy bog'lari bor. Yo'q, shu yil meva qilib qoladi, shu yil yaxshi bo'ladi deb kutishadi, meva qilishmaydi. O'sha paytda mayli biz buzing demaymiz, boshqa narsa demaymiz, faqat shu agar o'xshamasa, balki o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mayli hammasini buzib yubormang, lekin qisman reja qilish kerak. Ya'ni 1 yil oldindan mana Norchontorda biz tuproqqa to'g'ri keladigan podvoy, regionga mos keladigan sort tanlab beramiz, deganni o'zlari 1 yilgacha onlayn konsultatsiya bor. O'shuning uchun boyaga aytganimdek ilm bilan qilgani baribir. Mana xudo xolasa biz 7-8 yildan beri Shuhrat akamni tavsiya qilib bog'larga nima qilyapmiz. Hozir odamlar xursand, yaxshi. O'sha sortlarda chiqyapti, o'sha sortlar ham xudo xolasa yaxshi, xudo xolasa mana shu bog'on mana ko'rsatilgan bog'da. Ham bog' ko'rdim, yaxshi, chiroyli. Endi xudo xolasa mana keyingi yilga yana ham ular hosil beradi. Dehqonlar endi mana bu yildan birinchi yil hosil ekan. Yaxshi, xudo xolasa. Mazasi shirin juda. Bahor gilosdan ham, valavoydan ham shirin mazasi. Ichi qizil, mevasini ichi. Ichi qizilligi zo'r ekan. Ichi qizil. Ya'ni bu yerda hozir ko'p narsa bittada bo'lyapti-da aytganingizdek. Bu degani har bir bitta plus, ya'ni ich ta'mi zo'rligi, kalori zo'rligi, qattiqligi, shakar moddasi ko'p. Har biriga bu anaqa chiroyli qilib aytganda pul qo'shiladi ustiga. To'g'ri. Ma'lum bir miqdorda pul qo'shiladi, ya'ni mayda bo'lib qoladi. Endi hali odamlar bizda-ku gilosda, bahor gilosda ham, valavoyda ham, bu Svitariyani ham, Svit Lorensini ham, Nimba degan bor mana. Bularni hammasini gilos deb tushunishadi. Endi sekin-sekin endi xaridor ham bozorga chiqadimi, gilosning namini so'rab turibdi. Undan bag'ir. Ya'ni shu madaniyatni shakllantirish kerak. O'zi shakllanadi. Sekin-sekin. Hozir bitta Instagramda ham ko'p chiqyapti, hamma ko'rayotgan bo'lsa kerak, gilos pishib trendga chiqayotganda, ana Oltiariqda yo eksportyor bitta akamiz bor, ismlari menimcha eslolmadim. Juda ko'p ana qildi. Bu Abdumalik. O'qlandi, boshqa bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi bu ham sekin-sekin menimcha yaxshilanadi, chunki baribir bozor talab bilan taklif, bozor eng zo'r tarbiyalovchi-da, Zokirjon aka. Bozor shu qimmatroq, sifatlisini olsa, odamlar ham sifatliroq yetkazishga harakat qiladi. Endi asosiysi biz nima tavsiya qilamiz Zokirjon aka, Shuhrat akamning videolarida ko'proq ko'rsak, foydali shu qimmat yetishtirishni hamma sirlarini o'rgatyaptilar. To'g'ri. Qo'ldan kelgancha menimcha ko'rib, maslahatlariga amal qilinsa yaxshi. Zokirjon aka, yana aytilmagan gaplar bo'lsa? Bo'ldi endi xudo xolasa. Yaxshi, xudo xolasa mana shu sortlarni nima qilishsa. Ya'ni ertaga hurmatli kuzatuvchilar, shunaqa sifatli shu sortlardan bog' qilib, Svitariyani, Lorens, balki Royal, Nimba, Giant Red, hammasi zo'r sortlar. Asosiysi Ariana o'zini changlatadi Svitariyani.
Sweet Lawrence o'zini changlatmasa ham Ariana changlatadi. Birgalikda Oson ekiladi. Ha. Ya'ni birgalikda ekilsa changlanishdan muammo bo'lmaydi. Qo'rqmasangizlar bo'ladi. Mana bu Royaltyoga, Nimma degan sortlar ketma-ketlikda bizga Norton-Tolga murojaat qilsangizlar, ketma-ketlikda tanlab beramiz. Ertak regionlarga Zokirjon aka, ertak sortlar Sweet Ariana bilan Lawrence'da yonma-yon ekilsa, Lawrence nima Sweet Ariana jicha hosildorligi jicha ko'proq. Lawrence hosildorligi kam emas. Arianaga qaraganda jicha kalibr yirikroq chiqadi. O'zi haqiqatda ham shunaqa ekan. Lawrence Arianada yirikroq. 30, Lawrence'da 32 dan baland beradi. 32 34 bo'lib ketyapti Lawrence. Hozir kimga nima qilsangiz, ko'chat olasanmi desangiz, ko'chat qaysi tavsiya qilasiz? Lawrence'ni yo Ariana olaman deyapti. Shunga hali odamlarning nimasi tushunchasi yetgan yo'q-da. Bu Sweet Lawrence bilan Sweet Arianani eksa, eksportyor ham qiynalmaydi. Arianani o'zini ekib qo'ysa, hosildorligi ko'p ushlab yuborishi mumkin. Endi qaysi masalan 2 yilda ushlab qoladi bunaqa hosilni, eksportyor qiynaladi. Gilos o'sha kalibr chiqib bera olmaydi-da, o'shani hisobiga. Lawrence bilan birga ekilsa, Lawrence'da ekib turib masalan ichiga changlatuvchi qilib Ariana eksa ham bo'laveradi. Kombinatsiya qilish. Men o'zim boq qildim, o'sha Sweet Lawrence oldim. Shu ekanmi? Ichiga changlatuvchi qilib Ariana berdilar. Xudo xolisa yana yildan ko'rsataman, mevalarni ko'rasizlar. Xudo xolisa o'tamiz Zokirjon akam bog'lariga. Ya'ni ertaga mana Zokirjon akamni o'zi ham va'da beryapti. Menimcha hamma eksportyor akalarimiz va'da beradi. Sifatli gilos bo'lsa, sifatli bog'bon akalarimiz sifatli yetishtirsa, xaridor har doim topiladi. Hammani shu bog'larga yaxshi mol ko'chada qolmaydi. Albatta. Mayli, hammaga katta rahmat Zokirjon aka, sizga ham katta rahmat. Kuzatuvchilarimizdan like, podpisatsiya bosib qo'yishni so'raymiz. Yanada ko'proq yangiliklarni Xudo xolasa Norton-Tolli o'zini endi YouTube kanallarida yoritib boramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat Zokirjon aka. Sog' bo'ling.